Tushda kabutar ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi kabutar xotin yoki kanizakdir. Agar tushida kabutar tutib olganini ko'rsa, xotin olishi va xotini qiz tug'ishiga dalildir. Agar ko'pgina kabutarlarni tutib olsa, kaptarlarning soniga muvofiq xotin olishi yoki kanizaklar sotib olishiga dalildir. Kimki tushida kabutar go'shtini yeganini ko'rsa, ayollar molidan foyda topishini bildiradi. Kimki tushida kabutar bolalarni tutib olganini ko'rsa, ayollardan foyda topishini bildiradi. Ba'zi ta'birchilarning aytishlaricha, kabutar bolalari uylanadigan ayol atrofidan yetadigan g'am va anduhdir. Ba'zi ta'birchilarning aytishlaricha, kabutar bolalari uylanadigan ayoli tarafdan yetadigan g'am va anduhdir. Kirmoniyning aytishicha, tushda ko'pgina kabutarlar uning uyiga to'planganini ko'rsa, bolalari ko'p bo'lishiga ishora qiladi. Yana aytishlaricha, ayollar sababli uning boyligi ko'p bo'lishiga ham ishora qiladi. Mag'ribiyning aytishicha, tushdagi kabutarlar ozod ayollarni bildiradi. Kimki tushida birovning kabutarlarini hiyla bilan tutib olganini ko'rsa, uning miqdorcha makruh hiyla bilan mol topishini bildiradi. Kimki tushida kabutar havodan uchib kelib, unga itoatkor bo'lib turganini ko'rsa, umid qilmagan bir joydan unga foyda yetishini bildiradi. Agar kabutarga don berayotganini ko'rsa, ayolga so'z o'rgatishiga dalildir. Tushida ko'pgina kabutarlarning yig'ilganini va ularning hammasi o'ziniki ekanini ko'rsa, rayosat va rahbarlikka dalildir. Tushdagi eng yaxshi kabutar bu oq kabutardir. Agar tuz sohibi ayol kishi bo'lib, u yashil rangli kabutarlarni ko'rsa, erga tegishi yoki qiz tug'ishiga dalildir. Tushdagi kaptarbozlik yaramas ish hamda kaptarxona ayollar yig'iladigan joydir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi kabutar 5 narsani bildiradi: ayolni, kanizakni, boylikni, g'oyibdan keladigan xatni, rayosatni. Ta'birchilarning aytishlaricha, tushdagi kabutarning har biri tuz sohibi topadigan dirham, puldir.